Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan yana o'sha Fluri. Shuncha uzoq vaqtdan keyin men yana YouTube'ga qaytishga qaror qildim va Artcraft serverda yana kontent qilish qaroriga keldim-da, qisqasi. Alayhissalom, salomlarimiz va bugun Florijonning comeback'ini ko'ramiz. Comeback desa ham bo'ladi-yu. Qisqasi bugun prosta shuncha kirmaganimga, Artcraft o'ynamaganimga o'zi ko'p bo'lib qoldi. O'shanga bugun bir kirib, video olib, bir qilmoqchi edim o'shanga. Sizlar maroqli tomosha, biz videoni boshladik. Andromedalı oldu. Ha? Andromedalı tuttu serverda. Ha, реально? Zor. John gitme. Ne John gitme. Kitle. John hatta. John 11 hatta. Ya уже все окей. Post gelen. Ha. Bak, hoş geldin. Uzun perk atayım. Olmayın, boştan geçti. Güzel, tıklayın. Silver, okey. Bul. Hoş. Milk vardı. Cemden çıkarvardı. Bakma. Ko'rishlari mumkin, birodarlar, bu bizani birinchi videoni boshlaganimizdan birdan zabisetni qo'lga kiritamiz. Respektlar, shartnetlik, birinchi zato Andromeda loot qilinadi. No, just like the wind. With just one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving in. With just one touch, with just one touch, I could feel my body giving in. No, just like the wind. With just one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving in. With just one touch, I could with just one touch, I could feel my Si pasam? Ha, tepe. Kılıç olmadım. Burada kan oldu Türk. Model hakaret. Şans mı yok? Şams konuşma. Soft bu. Soft sen öldürdüm. Soft bu. Fez promessa, jurou lealdade, mas mostrou que só viveu de falsidade. Em meu mundo recebi veneno, você foi golpe baixo, amor pequeno. Mata agora. Bittasi men skordan ol setlarini. Ol lan o dark set. Скорее. Ай, блядь.
Boşlama uçuyor. Utqul. Farqi. Ekran ochishdan setlari nodagin. Бля, топ-кирка, короче, нормальный ресла qildim. Emerald. Do'stlar, video juda Do'stlar, sizlar videoni ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa yana kontentlar qilishda davom etamiz biza. Sizlar like, obuna bilan podдержка qilib tursalaring, bundan ham yaxshi kontentlar chiqadi. Bizdan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, bugungi video juda kamroq bo'lib qoldi. Xabar bo'lmaysizlar, albatta ikkinchi qism zo'rroq bo'ladi degan umiddamiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar.